Mendan eng ko'p so'raladigan savol Fataga harflarni qanaqa qilib daftarga yozganda shunaqa bir tekisda tikasiz deb so'rashadi. Kelinglar, bugun sizlarga shuni o'rgataman. Bizga oddiygina oq list va qora qalam kerak bo'ladi. Harflar razmerini taxminan 7-8 cm qilib chizib olamiz. Ismlarni shriftini o'zingiz didingizdan, xohishingizdan kelib chiqib yoki bo'lmasa klientingiz aytgandek qilib chizib olsangiz bo'ladi. Ismlarni listga chiroyli qilib bir tekisda chizib olganimizdan keyin ularni shriftini ozginadan qalinlashtirib ko'tarishtirib chiqamiz. Sabab biz buni Fataga bir qatorda emas, 2-3 qatordan qilib tikib chiqamiz. Agar ishimizni listdayoq chiroyli qilib, akkuratni qilib, qalin qilib chizib olsak, Fataga tikayotganimizda umuman qiyinchilik bo'lmaydi. Ismlarni shablon tayyor bo'lgandan keyin shunaqa kashta tikadigan qasqonimizni olamiz. Bizga kichkinasi to'g'ri kelmadi. Ismlarimiz ko'pligi uchun katta qasqondan foydalanamiz. Eng asosiy nuqta. Bizga shunaqangi chevarlashlatadigan qora ruchka kerak bo'ladi. Bu ruchkadan umuman qo'rqmanglar, chunki bu dazmol qilganda o'chib ketadi. Tayyor qo'ygan fatamizni olib, buni harflarimiz ustiga tekis qilib qo'yib, e'tibor beringlar, fatini tekis qilib joylashtirib olish kerak, chunki chizayotganimizda umuman qimirlab ketmasligi kerak. Qimirladimi, demak fatamizda harflar o'xshamay qolishi mumkin. O'chadigan qora ruchka yordamida harflarni bostirib chizib olamiz. Tayyor bo'lgandan keyin uni qasqonga kirgizib qotirib olamiz. Ismlarni chiroyli qilib, akkuratni qilib tikib olsak ham bo'ladi. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib, xursand bo'laman. Aytgancha yaqinda o'zimni Fata onlayn kursini ochish niyatidaman. Agar siz ham biznes boshlamoqchi bo'lsangiz yoki o'zingiz sarpizga shunaqa chiroyli fatalarni o'z qo'lingiz bilan tikishni xohlasangiz, bu siz uchun juda ham zo'r imkoniyat bo'ladi.